Kariz qaynukamni tug'ilgan kuniga sovg'a olgani boramiz. Menimcha Kariz erimga qaraganda Kariz qaynonam va qaynukam bilan ko'proq yashab qo'ydik. Shuning uchun qaynukamga tug'ilgan kuniga yaxshiroq sovg'a olib bermoqchiman. Kariz qaynonam bittagina tort olib bersang bo'ldi deb aytuvdilar, lekin faqat tort olib bergani xijolat qilyapman. Shuning uchun 2 yoshli o'g'limni bugun bog'chasidan olib, iPhone magaziniga borib, qaynukamni telefoniga chexol olib bermoqchiman. O'g'limga o'zbek qoni qo'shilgani uchun nonlarni juda ham yaxshi ko'radi. Agar indamasam ertalab, obed va kechqurunga faqat non yeydi. Yuzimga bitta tonapli SPF surtaganman, qaranglar tonalka surtaganday bo'lib turibdi. Va nihoyat iPhone magaziniga ham yetib kelib oldik. Bu yerda har xil rangli chexollar bor ekan. Kariz qaynukam qaysi rangni yaxshi ko'rishini bilmaganligim uchun rangsiz chexolni olib qo'ya qoldim. Chexolning narxi esa menga 583 ming so'mga tushdi. O'g'lim bilan birga uyga yetib kelgunimizcha Kariz qaynonam ham kelib qoldilar. Qaynonamga o'g'lingizni tug'ilgan kuniga shunaqa narsa oldim desam, meni rosa so'kib berdilar. Nima qilasan bunaqa qimmat narsani olib, pul topib aql topmagan deb rosa urishib berdilar.